Assalomu alaykum. Bir tug'anlar yaxshisinlarmi? O'rozon gününde qiynalmay, charchabay ro'za tutatasizlarmi? Biz hozirgi kunda ro'za Ramazon oyida qiynalib qolgan uy-bulolarga kichkina bir yordam bo'lsin degan niyatda bir fond ochganmiz. O'sha fondimiz ekran tagida yozilib turadi. O'shani ko'rsangizlar bo'ladi. Biz yangi ochdik ele fondni. Ushbu fondimiz orqali Jalolobod, O'zgen, O'sh, Bozorqo'rg'on hozirda Ro'zon gününde qiynalib turgan uy-bulolar ayoy ko'payib ketdi. O'shalarga produktda, dori-darmok, o'shanday narsalardan kichkina bir yordam bo'lsin degan niyatda bir fond ochdik. O'shanday yordam berib kelamiz hozir muhtoj bo'lib turgan uy-bulolarga. Eğerde ushbu bizni videoroligimizni ko'rib turgan baykalarimizni arasında o'zini ehsonini o'shanda bir qiynalib turgan, muhtoj bo'lib turgan uy-bulolarga tarqatib bermoqchi bo'lsangizlar, ekraningiz ostida Sberbank kartasi menen o'zimni WhatsApp nomerimni qoltiraman. Bizni telefon nomerimizga baylanishga chiqsanglar yaxshi bo'ladi. Barimiz birgalikda cho'g'ilib o'sha muhtoj bo'lib turgan uy-bulolarga 200 so'm bo'lib, 500 so'm bo'lib o'shanday bir aqcha cho'g'iltib o'shalarga kichkina bir yordam qilib qo'ysak inshaalloh Ro'zon gününde yaxshi bo'ladi. Barimiz birlashsak inshaalloh yaxshi bo'ladi. O'shanday qiynalib turgan uy-bulolar bizga chalib 3-4 tasi murojaat qilib bizga murojaat qilib jatadi. O'shalarda uy-bulolarga yordam berish kerak bo'ladi. O'shaga bir ehsonlar bo'lsa, bizni fondimiz tarafidan yordam qilsanglar inshaalloh yaxshi bo'ladi. Baringlardan Alloh rozi olsun. Bizde o'shanday videorolikimizni chiqarib berayotgan blogerlardan dele Alloh rozi olsun. Blogerlarga dele cho'ng rahmat. Bizni telefon nomerimizga baylanishga chiqinglar. Alloh rozi olsun baringlardan.